2 million qo'shimcha berishga majbursiz. Beyzod, yaxshi ishlayapsizmi? Rahmat, Sizga bitta narsani aytishdan chiqibdi. Xo'p. Bizda barcha yog'larimiz 20% chegirmada. Klientlarga yaxshi muomala qiling, ha? Biron gap bo'lsa men xonada bo'laman. Tushunarli aka. Xo'p. Ha, shef keldimi? Ha, yangi ishchi. Labay shef. Isming nima edi? Ismim Beyzod. Xullas, mo kalitni oldi. Mashinani mo'yka qildirib kel. Xo'p. Sanjar, esim qursin. Ona yangi ishchining ismi nima edi? Bekzodmidi? Bekzod. Shunga kalitni bergin. Bolalarni bog'chadan olib kelib qo'ysin. Ona aytgin. Xo'p, bo'ladi. Mashinadan olib keltirish kerak. Bekzod, Labay shef. borib uyimga pragota tashab kelgin. Xo'p. Bo'l. Sanjar, sen pul berib yuborgin. Issiqda yurgim kelmayapti. Ha, aytgancha, men xonada bo'laman. Xo'p shef. Xo'p. Beyzod, men ham yangiligimda sen qilgan ishlarni hammasini qilganman. Shunaqa deng. Sanjar, seni oyliging 5 million chiqdi. Bekzod chaqirib qo'y. Xo'p. Kel Bekzod, seni oyliging 4 million chiqdi. Ey shef, menga 4 million emas, 6 million berishingiz kerak. Nimaga 6 million chiqish kerak? O'zi siz bilan servis xizmatlari uchun ish haqqim 4 million, to'g'ri? Lekin siz shaxsiy ishlaringizni aytganingiz uchun 2 million qo'shimcha berishga majbursiz.